Navbatdagi 30 kilovatlik avtomat yo'limizda Norin o'zimizda Ingliz qishloqqa dastavka qilib beryapmiz. Bu kat yo'lda 5 yil garantiya beramiz. To'lalari ham 1-2 qalinlikda bo'ladi, metall. Listlarimiz qalinligi 5.4 bo'ladi, toza. 5 yil garantiyali. Kompyuter sohasiga bir garantiya beramiz. Agar yaxshi to'lov kerak bo'lsa, aloqa qilinglar, dastavkalarni bepul qilib, narxidan ham chiroyli skidkalar qilib, hozirgi kunda chiroyli yetkazib beramiz do'stlar. Motorlari ham katta motorda 2 reduktorli bo'ladi. Kompyuter ham juda ham aqlli. Ko'mir qisilsa, o'zi avtomatik revers beradi, old orqa qiladi. Mana bu yerga mana datchik qo'yadigan joylarimiz bor. Ko'mir yonib o'tib ketsa, bunker tarafga o'zini himoya qiladi. 100 gradusdan oshib ketganda ham o'zini himoya qiladi. Shunaqa yaxshi sifatli Xo'p, kat yo'lda ham olib kelib tushirdik obyektga. Mana darvozaxonasi. Bu tarafiga ham radiator sistema qilingan. Bu tarafiga ham radiator sistema qilyapti ustalar. Xo'p, bu adresi Naymanda Obod ko'chalari ekan. Obod ko'chasi. Xo'p, mana kat yo'lxona uyda orqasiga joylashgan. Bu yoq mana o'choq, molxona, qo'yxona. Mana kat yo'lda ham juda ham aniq bo'libdi. Bu yoqda dushlari bor ekan. Sistemalarni ham mana chiqarib qo'ydi. Endi xudo ular montajni qilib beradi. Biz mana olib kelib tushuntirib qo'ydik. Kompyuterlarni ham qanday ishlashlarini ham tushuntirib, xudo xolasa dastavkalarni ham bepul qilib berdik. Shunaqa kat yo'llar, xizmatlar kelsa aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.